أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Hürmetli qarindoshlar, biz bugun yoshlarga xitob degan darsimizning 3-darsini boshlaymiz. Endi biz bu darsimizda hozirgi navbatda yoshlarimiz bilib olishga tegishli eng muhim bo'lgan bir masala ustida to'xtalamiz. Hamda navbatda biz yashayotgan mush yaqinqi mezgillarda dunyoda nurg'un o'zgarishlar bo'ldi. Siyosiy o'zgarishlar, ijtimoiy o'zgarishlar va bu o'zgarishlarning qadami nihoyat tez bo'lyotdi. Hamda bu o'zgarishlarda islom dunyosi ikkiga bo'linyotdi. Mayli xalq bo'lsin, mayli olimlar bo'lsin, bularning ichidagi haqiqiy mu'min bilan yolg'on mu'minlar, haqiqiy oxirat olimlari bilan dunyoparast olimlar. Mana bu saflar oshkorlanyotdi. Endi bu masala islom dunyosida qiziq nuqtaga aylanyotdi. Mana shuning asosan bizning yoshlarimiz-mo bu haqda bir aniq qarashga, aniq bir tushunchaga ega bo'lsin deb men bugun mushu diniy ulamolarimiz haqida ikki og'iz haqni bayon qilmoqchi. Hamda bu diniy olimning o'rni islom ummatiga va islom uchun nihoyat bir xatarlik o'rin. Bu olimlarimiz bo'lsa payg'ambarlarning varisi. Lekin qachon, qaysi vaqtda bu olimlarni payg'ambarlarning varisi deb atashga bo'ladi? Biz bu darsimizda olimlarning ikki turga bo'linganligi. Bir xil olim bu oxiratni dunyoning ustiga qo'ygan, balki dunyo bilan oxiratni setib olgan haqiqiy robbaniy olimlar haqida va shundaqla oxiratini dunyo uchun sotgan. Alloh bergan ilmni arzon bahoda dunyolik bilan tegishayotgan olim haqida so'zlaymiz. Dunyolikni oxirat uchun tark etgan, Qur'on hadisga ergashib bu dunyoda faqat Alloh rizoligi uchun yashaydigan haqiqiy robbaniy olimlarning sifatlari va bu olimlarning qilish tegishli vazifalarini bayon qilamiz. Shuning bilan birga dunyoparast olimlarningki sifatlari, bularning dinni qandoq burmalaydiganligi va bularning xatri va bularga ergishishning naqadar musulmonlar uchun xatarli ekanligini ham bayon qilamiz. Biz bu orqali yoshlarimizningki islom olimlariga bo'lgan qarashini qiliplashtirib, bularda muayyan aniq bir maydon paydo qilib, haqiqiy ulamolarni hurmatlab, ularning deganlariga jon dil bilan bejo keltirib, ummatning faxri bo'lgan, islomning chiroqlari bo'lgan bu musulmon ulamolarni beshig'ib ko'tirib va ularning kaynida davomli ergishib minib, ularning inoatini qo'g'dab, ularningki gap so'zlarini tish-tirnoq bilan ijro qilib yashash uchun yomon olimlarningki kayniga kirib, ular bilan birga do'zaxga tushib ketmasligi uchun mana bu darsda biz yaxshi olim, yomon olim, dunyoparast olim va oxirat uchun yashaydigan olimlarningki sifatlarini, ularning rollarini va ularningki nihoyat xatarlik vazifani o'taydiganligi haqida tushuncha beramiz. Biz dedik, bu olimlarning biz musulmonlarga nisbatan o'rni nihoyat xatarlik va bularning roli shundoq muhim. Nima uchun? Chunki bular birinchi bo'lib payg'ambarlarning varisi. Ular bo'lsa shu payg'ambarlarning ilmlarini bizga yetkazadi. Chunki ular bo'lsa bizga Allohga qanday ibodat qilishni o'rgatadi. Ular bo'lsa bizga Qur'oni Karimdan iborat Allohning kalomini yetkazishda ko'riklik rol o'ynaydi. Biz olimlarning rolini tushungan vaqtida, ondan keyin ummatni qandoq qilib dunyo oxiratning saodatiga yetaklashni bilamiz. Endi bu yerda olim deganimiz ilm ma'rifat uchun yashagan, o'zining ko'pincha vaqtlarini, yoshlik davrini mush ilm ma'rifat egallash yo'lida sarf qilgan va ilmlarni cho'nqur egallagan. Musulmon dunyosida musulmonlarning ong saviyasini o'stirishda, musulmonlarning diniy safosini yuqori ko'tarishda, musulmonlar madaniyatini yuqori pallaga chiqarishga
belgilik rol oynagan va o'zining ilmiy saposi belgilik saviyaga yetgan kishilarni biz olim deymiz. Endi bu musulmonlarning olim bo'lish uchun, ya'ni bir diniy olim bo'lish uchun har qanday mushu o'zini olim degan odam o'zida eng aqallisi tövendeki 6 shartni hozirlash kerak. Bu 6 shartning birinchisi va eng muhimi, bu olim islom bilimlarini mukammal takomul egallagan bo'lish kerak. Endi biz islom bilimlari deganda birinchisi Qur'oni Karim va Qur'oni Karimga aloqador bilimlarni egallash kerak. Tafsir bilimlari, Qur'onning alohidaligi, Qur'onning mo'jizligi, bu Qur'ondagi shariat, Qur'onda bor fanlarni, Qur'on ilmini, Qur'ondagi tafsir ilmini va Qur'onshunoslik ilmini mush Qur'onga aloqador bilimlarni egallash kerak. Ikkinchisi hadis ilmini bilish kerak. Endi biz bu hadis ilmi degan vaqtida qarindoshlar, hadis ilmining o'zi 20 fandan oshadi. Buni bilmagan odamni biz diniy olim deyolmaymiz. Biz bu olim diniy bilimlarni egallash kerak deganda, 3-bilim bo'lsa, bu shariat bilish kerak. Ya'ni islomdagi qonunshunoslikni bilish kerak, aqida bilish kerak, tavhid bilish kerak. Bu bir islom olimida bo'lishtirilish birinchi shart, ya'ni diniy bilimlarni mukammal egallash kerak. Qur'onni qanday tushunamiz, hadisni qanday tushunamiz, har bir mavzuni bayon qilmoqchi bo'lsa, bir temani so'zlamoqchi bo'lsa, shu temadagi aloqador oyatlarni, hadislarni to'plab, jug'lab, shulardan o'rtaq bir mazmun chiqarish san'atiga ega bo'lish kerak. Har bir islom olimida o'zida hozir qilish muhim bo'lgan shartlarning ikkinchisi bo'lsa, bu islom olimi tarixni bilish kerak. Biz Qur'oni Karimni o'qiydigan bo'lsak, Qur'oni Karimdagi asosli mazmunlarning biri tarix, payg'ambarlarning tarixi, dunyoning tarixi, insonlarning tarixi, olam qanday paydo bo'lgan, insonlar qanday paydo bo'lgan, koinot qanday paydo bo'lgan, dunyodagi madaniyatlar qanday bo'lgan, dunyodagi davlatlar qanday gullangan, qanday vayron bo'lgan. Bu tarix har bir musulmon olim bilmas bo'lmaydigan ikkinchi shart. Dunyo tarixini bilish kerak, islom tarixini bilish kerak. Buni bilmasa, bu olim bo'lmaydi. Shuning uchun Qur'oni Karim tarixga ajoyib ahamiyat bergan. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam Qur'oni Karimni tunishtirgan chaq nima degan? Qur'oni Karim burun bo'lgan ishlarni, hozir bo'layotgan ishlarni va kelajakda bo'ladigan ishlarni bayon qilib turdi degan. Bu tarix emasmi qarindoshlar? Uchinchisi, mush diniy olim bilish uchun adabiyot va tillarni bilish kerak. Arab tilini bilish kerak. Arab tili degandan biz arab tilini yozish, arab tilini o'qish, arab tilini anglab tushunish, arab tili bilan so'zlash degan tilning asosli 4 prinsipi, mana bu tilni bilish kerak. Endi arab tilini mukammal bilgandan sirt, o'zi da'vatni yetkazmoqchi bo'lgan o'z xalqining tilini bilish kerak. Ziyolilarga qanday da'vat qilish tilini bilish kerak. Yoshlarga qanday da'vat qilish tilini bilish kerak. Har bir so'rin, har bir sohada qaysi til bilan da'vat qilishni bilish kerak. 4-shart bo'lsa, ijtimoiy fan bilish kerak. Ya'ni insoniyatga aloqador ommaviy fanlarni bilish kerak. Falsafa bilish kerak, psixologiya bilish kerak. Buni bilmay turib, ya'ni insoniy ijtimoiy fanni bilmay turib, bu diniy olim bo'lolmaydi. Chunki insonlarni tushunmay turib, insonlarningki psixikasini tushunmay turib, insonlarning ruhiy dunyosini tushunmay turib, insonlarning ijtimoiy jamiyatini tushunmay turib, u qanday da'vat qila olsin? 5-si, bu olimda ilm-fan madaniyati bo'lish kerak. Ilm-fan saposi bo'lish kerak. Hozir dunyoda biz butun hayotimiz ilm-fanga aylandi. Endi bu ilm-fanni bilish kerak deganda biz fizikani mukammal bil, ximiyani mukammal bil, matematikani mukammal bil demaymiz. Balki mushi ilm-fanga doir bilimlarni ommabop boshlang'ich savat xarakterlik bilish kerak. Mushahdan material ko'rish kerak. Fizikaning asos qonunlari, ximiyaning asos qonunlari, matematikaning asos qonunlari, bu tajriban degan nima? Buni bilmasa, bu odam, buni bilmagan odam Qur'on hadisning nurg'iyalarini bilmaydi degan gap. Chunki Qur'oni Karimda fizika, ximiya, tarix, bu Qur'oni Karimda hammasi tursa, buni bilmagan odam
dinni amaliyoti bilmaydi, shundoqla o'zimi davriga moslashib mangolmaydi. Amaliyotda o'zim da'vat qilaman degan kishilarning orqasida qilib, bu qandoq da'vat qila olsin? Navbatda oz to'l bir chet el tilni, kompyuterni, mush torni, navbatda biz yashayotgan, biz kunda turmushimizda surkishib turadigan ilm fanni bilmasa, qandoq bu da'vatchi bo'ladi? Va da'vatchida bo'lish tegishlik shartlarning 6-si bo'lsa, bu o'zi yashayotgan davrini, ya'ni reallikni tushunish saposi bo'lish kerak. Shu o'zi yashayotgan davridagi xalqaro siyosat, xalqaro iqtisod, xalqaro madaniyat, dunyodagi bo'layotgan ishlar, mushni bilish kerak. Bulubmi o'zi yashayotgan doira, o'zi yashayotgan muhitning realligini tushunish kerak. Musulmonlar dunyosini tushunish kerak va g'ayri musulmonlar dunyosini tushunish kerak, ya'ni kofirlar dunyosini tushunish kerak. Islom dushmanlari kimmo, islom do'stlari kimmo, islom dunyosining kuchi nada, islom dunyosining ojizligi nada, navbatda musulmonlarning kasal qaysi va navbatda musulmonlarni qandoq qilganda musulmonlarni dunyo oxiratning baxtsizligiga erishtigul bo'ldi. Musulmonlarni xulqdan qandoq qanchaqda bularni erkinlik olib chiqil bo'ldi deb buni konkret bilishi, u musulmonlarning ahvolini konkret bilmasa, uningga hargizmi konkret javob berolmaydi va konkret chiqish yo'lini ko'rsatib berolmaydi. Mana bu haqiqiy olim. Mana bu bunda bo'lganda anandan keyin bir islom olimi degan bo'ldi. Bu fanni bilish bir jasadning o'rnida bo'lsa, shu olimdagi taqvolik bu ilmning beshi bo'ladi. Bir jasadning beshi bo'ladi qarindoshlar. Ilm demak taqvolik demak. Shuning uchun ozg'un olimlarda mana bu ikki narsa yo'q. Birinchisi, ya'ni dunyoparast olimlarda mush ikki narsa yo'q. Birinchisi, cho'nqur bilim yo'q. Ya'ni har qanday dunyoparast olimda qarasang cho'nqur bilim bo'lmaydi. Buningda bir yuzaki bilim bo'ladi. Shuning uchun bu oxiratni dunyo uchun setib o'tadi. Ikkinchisi, buningda taqvolik bo'lmaydi. Shuning uchun haqiqiy o'zini bir olim deydigan odamda mana bu 6 shart tepilish kerak. Bu 6 shart bir jasadning rolini o'ynasa, taqvolik bir boshning rolini o'ynaydi. Endi mening mushu dars jarayonida shuni qistirib o'tkim kelyapti. Endi o'zida mushundaq shartlarni hozirlagan ham taqvo deb bu sifatga erishgan olimlarimiz bor. Lekin bu olimlarimiz islomdagi bo'shliqni to'lg'izmay, o'z uyi kirib bikilmechilik qilib, musulmonlar jamiyati bilan yashamay, musulmonlarda yaxshi yomon kunda birga bo'lmay, tugilib yetib olgan olimlarimiz bor. Bu mu cho'ng xatolik. Bu ikki xil shartni o'zida hozirlagan, ya'ni ilm bilan taqvolikni o'zida hozirlagan har qanday olim bo'lsa, darhol maydonga chiqib bo'shliqni to'lg'izish kerak. Chunki Allah subhanahu va taolo shu olimga qanchalik ilm bersa, qanchalik taqvolikni bergan bo'lsa, shunchalik mas'uliyat bo'ladi. Bu olimlar tashabbuskorlik bilan maydonga tushib, o'zining majburiyatini ado qilish kerak. Bular musulmon ommasi bilan yaqin bo'lish kerak. Bular bilan surkishib yashash kerak. Bularning kulkisi uchun kulib, bularning yig'isi uchun yig'lab, shular bilan bir yangdan qo'l chiqarib, bir yerdan bosh chiqarib, bo'libmi mush musulmonlarning beshiga kun tushgan muhim paytlarda olimlar tugilib, bikinmichilik qilib uylarida yetib oldi ekan, bular olimlar emas. Ular fursat kelishini kutib, yaxshi kun bo'lib qolar, shu chaqda rolimizni qilamiz, joriy qildiramiz deb, mushundaq musulmon ummatining beshiga kun tushgan vaqtida tugilib yetib olganlar, bular olimlar emas. Biz tarixlarga qaraydigan bo'lsak, nurg'un zabardast olimlar o'tgan. Lekin bu olimlarimizning o'lish bilan butun ularningki ya hech qanday ismi, nomi tang o'lgan. Nima uchun? Chunki bular xalq bularning ilmiga ehtiyoj bo'lgan vaqtida, musulmonlarning bularga ehtiyoj tushgan vaqtida bular tugilib yetib olgan. Faqat o'zi uchunlam yashagan. Ular haqini deyishdan o'zini chetga tatgan. Hey, Rasul Akram sallallohu alayhi vasallam hadis sharifida nima dedi? Rasul Akram sallallohu alayhi vasallam shunda deydi: musulmon ommasi bilan orlashib, shular bilan yig'lagandan tang yig'lab, kulganda tang kulib, mushunda musulmonlar orlashib va shu musulmonlar shu jarayonda yetgan aziyatga sabr qilib yashagan musulmon bo'lsa, musulmonlar bilan orlashmay, ularningki aziyatiga sabr qilolmay yashagan mu'mindan yaxshi deb bir mu'minga davassa, bu olimga nisbatan texmbek muhim bo'lmamdi. Bu olim
musulmonlar mushundoq uningki ilmiga ehtiyoji bor, uning da'vati ehtiyoji bor, uningki yo'l ko'rsi ehtiyoji bor. Mushundoq musulmonlar nima qilishni uqmay qolgan, dunyoda bo'lsa tiz o'zgarayotgan, musulmonlar qiynaliyotgan, musulmonlar chiqishini izlayotgan mushunda bir paytda mushundoq haqni tushungan ilm bor, taqvolik degan olimlarimiz tugilib yetib olsa qandoq bo'ladi qarindoshlar? Ilmsiz nodon odamlar mo'lliq tunni kiyib dinni haq tushundirman deb o'zim ozidi, boshqalarni ozdirdi, o'zigim ziyonkashlik qildi, boshqalarga ziyonkashlik qildi. Bu xalqning diniy saposi to'g'ri bo'lganlikdan mushundoq og'izda gipiva, lekin ilmi yo'q kishilarning kayni kirib ezib ketadi qarindoshlar. Kishilar nodon odamlarni o'zik bosh qilib oladi. Shuning bilan bular dunyo oxiratda ziyon tortgan bo'lib qoladi. Buning mas'uliyati kimga tushadi? Mushundoq o'zida yuqorqi 6 shartni hozirlagan taqvo olimlarimizning bekinib yetib olishi mushu sabab bo'ldi, mas'uliyat shularning ustiga otildi. Biz tarixlarni varaqlaydigan bo'lsak, mushu islomdagi Maliki mazhabining peshvosi bo'lgan Anas ibn Malik radhiyallohu anhuning bir shogirdi bor, bir tolibi bor. U zotning ismi Asad ibn al-Furat. Bu kishi mushu Iroq, Suriya, mushu atrofda, keyin mushu Afrika va Marokash taraflarda yashagan olim. Endi bu olimning ilmida nihoyatda voyig'ayotgan va taqvolikdimi voyig'ayotgan katta bir olim edi. Shu sababli bu zot shu zamondagi xalifalarning, hokimlarning, valilarning muftisi, ya'ni qozisi bo'lgan. Shu qozi bo'lish bilan birga shu vaqtda yeni harbiy qo'mondan bo'lgan, ya'ni mujohid bo'lgan. Ya'ni demak bu olim deblam o'zining fatvo verib, da'vat qilib qo'yib jim yotmagan qarindoshlar. Xalq bilan birga yashab, xalqqa yaqin turib, o'zining amaliy ish harakati bilan xalqning oldida menib mushundoq qilgan. Mushundoq xalqlarni yetaklagan. Mana bu haqiqiy olim. Olim degan shunda asr qilib bir fursat kelsa, bir birasining bolasini ism qo'yib bersa, yo birasi bir tamoq qitib chaqasa, o'zining tor doirasida ikki og'iz gapni qilib, men haqni yetkazdim desa, bu to'g'ri emas qarindoshlar. U tor doiraga kirib yashasa, qolgan necha million musulmonlar dinni na'din biladi. Biz ulamolarningki rolini ayt xatarlik dedik. Nima uchun xatarlik deymiz? Chunki dunyodagi musulmonlar Qur'onni qandoq biladi? Shu ulamolar orqali biladi. Hadisni qandoq biladi? Shu ulamolar orqali biladi. Allohga qanday ibodat qiladi? Shu ulamolarning tarbiyasi bilan ibodat qiladi. Shuning uchun olimlar mush vazifasini ijro qilmay, ash tor doirada yashab, o'ziningki bir necha odamlar bilan aralashib, xalq ommasiga yaqin turmasa, asos qatlamga da'vatni yetkazmasa, bu qandoq olim bo'lsin qarindoshlar. Endi bu olimlarningki rolini ayt xatarlik dedik va bularning rolini ayt muhim dedik. Nima uchun shunday dedik? Birinchisi, Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam hadis sharifda ulamolarning roli va ularning o'rnini bayon qilib shunday deydi: Innal ulama warasatul anbiya, innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhama wa innama warrasul ilma faman akhadha bihi akhadha bil ilmi akhadha bihazzin wafir deydi. Imom Tirmiziy rahmatullohi alayhi naql qilgan sahih hadisda Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam shunday deydi: Mohiyatda olimlar bo'lsa payg'ambarlarning izbosarlaridir. Payg'ambarlar bo'lsa yo oltinni yo kumushni miros qo'yib ketmadi, balki payg'ambarlar ilmni miros qo'yib ketdi. Kimki shuni olsa, ilmni olgan bo'ladi. Ilmni olgan odam o'zining to'liq mirosdan nisibisini olgan bo'ladi deydi qarindoshlar. Mana bu yerda Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam payg'ambarlar ilm qo'yib ketdi, ilmni olganlar payg'ambarlarning varislari bo'ldi dedi. Endi biz qanday odamlarni payg'ambarlarning varisi deymiz desak qarindoshlar, ya'ni ular bo'lsa o'zining tor doirasida o'ltirib olib, yoki o'zining masjidlarida yoki o'zining aralashib turgan odamlar ichida emas, oilasida emas, balki kishilarning, musulmonlarning masalasiga ko'ngil bildigan, musulmonlarning beshiga kelgan har bir masalani Qur'on hadisga silib, shu masalani kishilarga bayon qilib, shu masalaga nisbatan musulmonlarning qaysi maydonda turishi, qanday ishlarni qilishi, qanday ishlarni qilmasligini
aniq bayon qilib bergan. Mush kishilarning musulmon ummatining g'am uchun yashagan, shuning uchun kitob varaqlagan, shuning uchun kech-kechlab bilim o'rgangan. Mana bu olimlar, shuning uchun bilimlarning inchiyalarini o'rgangan bu olimlar. Mana ma olimlarni biz payg'ambarlarning varisi deymiz. Ummatning masalasi ko'ngil bilmagan, ummatning beshi kun tushgan joyda tugilib yetib olgan olimlar bo'lsa, bular payg'ambarlarning varisi bo'lmaydi. Hamda bu olimlarimizningki rolininki muhim bo'lishi, olimlarimizningki o'rnining xatarlik bo'lishiga ikkinchi sabab bo'lsa, bu olimlarimiz bo'lsa, mush haqni yetkazish mas'uliyatini o'z ichiga olgan. Endi bu yerdagi haq nimadan iborat? Islomdan iborat. Ya'ni Alloh subhanahu va taolaning insonlardan kutganini, insonlarga buyurgan buyruqini, insonlarga cheklagan cheklimlarni mush olimlar insonlarga yetkazish majburiyatini o'z ustiga olgan. Demak, bular Alloh bilan banda o'ttirsidagi ko'rliklik rolni o'ynaydigan elchilar bular. Shuning uchun bularning o'rni, roli nayt xatarlik. Shuning uchun ulamolar ummatlar orasida, islom ummati orasida islohot olib berish, ularning qiyinchiliklarini konkret hal qilib berish, ularni dunyo oxiratning baxt saodatiga o'zining amali bilan, o'zining ilmi bilan, o'zining boshchiligi bilan hal qilib berish mas'uliyatini o'z ichiga olgan. Bu musulmon olimning, ya'ni oxiratni maqsad qilgan diniy olimning vazifasi shunda so'ralgan savolga fatvo berib qo'yish, yoki bir kitob yozib qo'yish, yoki shundaq bir fursat kelsa tabliq qilib qo'yishlam emas. Balki bu olimning vazifasi shu jamiyatda tashabbuskorlik bilan islohot olib berish, shu jamiyat duch kelgan masalalarga bevosita aralashib, shuni o'z qo'li bilan o'ngshab, kishilarga o'z amaliy ish harakati bilan haqni yetkazish. Mana bu olimlarning vazifasi. Endi biz tarixlarni varaqlaydigan bo'lsak, mana olimlarimiz mush vazifalarni o'tagan, olimlarimiz mush vazifalarni o'tash orqali islom ummati uchun ajoyib xalqiliq, ajoyib davr xarakterlik ta'sirlarni ko'rsatgan. Shuningki misollari buning nihoyat jiq qarindoshlar, nihoyat jiq. Men shulardan sizlarga bir misol keltiray. Endi bulubmi mush olimlar musulmonlarning beshiga kun tushgan, mush hozir mana biz yashayotgan davri musulmonlar eng olimlarga ehtiyojli davri. Endi men bu darsimni so'zlashlik maqsadmi mushundoq musulmonlarning beshiga kun tushgan vaqtda dunyoparast olim bilan oxirat uchun yashagan olimlar ayrilib chiqadi. Sap oshkor bo'ladi. Men navbatda biz agar musulmonlarning mush beshiga mush kun tushmagan bo'lsa, biz mush olimlarimizning qaysi dunyoparast olim, qaysi oxirat uchun yashaydigan olim bilinmagan bo'ladi qarindoshlar. Alloh subhanahu va taolaning Qur'ondagi qonuni musulmonlarni har xil imtihon qilish orqali rost musulmon bilan yolg'on musulmonni arish. Va Alloh subhanahu va taolaning yana shu qonundan mushundoq musulmonlarning beshiga imtihon tushirish bilan, baloy ofatlarni tushirish bilan haq olim bilan yolg'on olimni, dunyoparast olim bilan oxirat uchun yashaydigan olimni ayirib chiqish uchun Alloh subhanahu va taolo bizni mushundoq imtihon qildi. Biz bo'lmasa ashundoq voy palona haramning imomi, voy azharda qattiyaning imomi, voy paloni ishon oxunum paloni qarojim deb yurgan odamlarning amaliyotda dunyoparast dinni o'zining shaxsiy manfaati uchun ishlatib kelgan mushundoq saxtpaz olimlarni, dunyoparast olimlarning bu saxtpazligini biz qandoq bilib qarindoshlar. Demak, bizning beshimiz kelayotgan bu imtihonlar, bu biz yashayotgan davrdagi bo'layotgan ishlar biz to'g'ri tushunsak biz uchun ne'mat. Biz shu orqali kimning haqiqiy diniy olim, kimning dunyoparast olim, kim dinini dunyoga sotgan, kim dunyorini oxirat uchun sotgan, kimning gapini anglasak bo'ladi, kimning gapini anglamasak bo'ladi. Mushu Alloh subhanahu va taolaning imtihoni bilan biz tushuna olamiz. Endi mush musulmon olimlarningki roli bo'lsa, mush musulmonlarning beshiga kun tushganda alohida gavdilindi o'tdi. Endi mushuningga bir misol keltiray. Mush Iroqdagi Mosul deydigan bir shahar va o'z vaqtida. Endi bu shaharga o'z vaqtida Aziziddin Mas'ud degan bir valilik qildi. Endi bu Aziziddin
Mas'ud o'lgandan keyin atrofidagi manfaatparast, shaxsiyatchi mansabdorlar uning o'rniga bir ashning bir kichik narsidi bolasini vali qilmoqchi bo'ldi. Hamda musulmonlar bu zamonda mushu ahli salib urushni, ya'ni xristian dunyosi bilan hal qilg'uch oxirgi urushni qilayotgan vaqt edi. Bu chaqlarda xristian dunyosi musulmonlarning bir necha shaharlarini besib olgan. Bulubmu Sham, Falastin, Suriya, mushu Iordaniya degan atroflarda to'rt baylikni qurib islom dunyosini besib olgan bir payt edi. Hamda bu chaqda bir kichik bola bir davlatni beshiga chiqib qolsa, musulmonlarning ahvoli qanday bo'ldi? Mansabdorlar va shu qatorda mollalarım bor. Ular nima uchun shu kichik bolani tiklamoqchi? O'zining shaxsiy manfaatini kafolatiga erishtirmoqchi. Mana mushunda xalqliq paytda qanday bo'ldi bilamsizlar qarindoshlar? Mushunda xalqliq paytda shu Mosulning qozisi bo'lgan Bahauddin Shahrizuri degan olim darhol shu zamondagi dongliq sulton Mahmudga maktub yo'lladi. Endi bu sulton Mahmud nima maktub yo'lladi? Bizningki musulmonlarning ahvoli nihoyatda xatarlik ahvolda yashayapmiz. 30 yildan beri bu xristian dunyosi bizning islom dunyosini besib oldi. Bular mush atrofda to'rt baglikni tikladi. Nada Antakiyada, Trablusda, Baytul Muqaddasda mush atroflarda baglikni tiklab mush islom dunyosini oyoq osti qilyapti. Endi mushu paytda bu kichik valni boshliq qilib qo'ysak, bizning holimiz xarob bo'ladi deb bir maktub yo'llabdi. Sulton Mahmud cho'nqur o'ylangandan keyin, masalani aniq tushungandan keyin bu Mosulning huquqini bir noit katta tajribalik, taqvo, bilimlik, ilmlik bir qo'mondonga berishni ko'ngliga tutdi. Shunday qilib Sulton Mahmud shu vaqtdagi eng katta, eng esil qo'mondon Imaduddin Zankini Mosulga vali qilib avatdi. Endi bu Imaduddin Zanki bo'lsa islom tarixidagi mashhur shaxslardan edi. Imaduddin Zanki yeniga kimni topdi? Nuriddin Zankini topdi. Nuriddin Zanki Salahuddin Ayyubining dunyoga kelishiga, Salahuddin Ayyubi bo'lishiga sabab bo'lgan odam. Ulamolarimiz deydi, Imaduddin Zanki bilan Nuriddin Zankiningki islom ummatidagi roli Salahuddin Ayyubidan cho'ng deydi. Ammo Salahuddin Ayyubi bo'lsa, hozirgi Falastinni xristian dunyosidan ozod qilgan tarixda eng mashhur shaxslardan biri. Islom dunyosida Salahuddin Ayyubini tanimaydigan odam yo'q. Faqli qarindoshlar. Mushning hammasi nega o'rib taqildi desa, shu vaqtdagi shu olimning o'z vaqtida beshini olqiniga ep qo'yib turib, Sulton Mahmudga iltimos yozib, shu zamondagi manfaatparast, shaxsiyatparast mansabdorlarga qarshi chiqib, shularning o'ylig'ini qil qo'ymay mushundoq qilishi mana oxirisida Salahuddin Ayyubidek islom tarixida ajoyib cho'ng bir shaxsning kelishiga sabab bo'lgan. Mana mushningdan biz olimning musulmonlarning beshiga kun tushgan vaqtida qanday roli borligini bilib olsak bo'ldi. Shuning uchun biz deymiz, olimlarning roli bularning o'rni xatarlik deb. Mana biz bu vaqalikdan navoda olimlar to'g'ri vaqtda, to'g'ri usul bilan musulmonlarga boshchilik qilsa, ularning roli mana shunda cho'ng bo'ladi. Mana bu olimlarning o'rnining xatarlik va muhim bo'lishdagi ikkinchi sabab. Olimlarning o'rnining muhim bo'lishdagi uchinchi sabab bo'lsa, bu olimlarimiz mush dinni gullantirishda asosli rol o'ynaydi. Hamda biz mushu oylarning, yillarning o'tishi bilan dinimizga har xil xurofot, har xil urf-odat, har xil bid'atlar aralashib ketadi. Yolg'on hadislar, yolg'on so'zlar aralashib, dinimizning obrazi xunuklashib, dinimizning tarixi burmulandi. Hamda Rasul Akram sallallohu alayhi vasallam deydi, Allah subhanahu wa ta'ala mushu ummatga har 100 yilda mush ummatning dinini isloh qiladigan bir odamni, bir kishilarni avatadi deydi. Hamda bu ummatning dinini isloh qiladigan odam
bir odam bo'lishi mumkin, bir jamoat ya'ni bir islomiy tashkilot bo'lishi mumkin, yoki bir islomiy muassasa bo'lishi mumkin, yoki shu islom ummatida paydo bo'lgan bir xil ideya bo'lishi mumkin. Ham demak Alloh subhanahu va taolo har 100 yilda islomni bir islohot qiladigan bir odamni ummatga avatidi dedi. Hamda bu vazifaga avatilgan odam chuqum olim bo'ladi qarindoshlar. İnsanlar dindan chatnab ketgan yoki dinga har xil illat nuqsonlarni qo'shib qo'ygan vaqtda Alloh subhanahu va taolo mush ummatni isloh qiladigan, dinini yanglaydigan, dinini gullantiradigan, dinni bid'atlardan, illatlardan saplashtiradigan mushundoq olimlarni avatidi. Demak, mana bu olimlarningki islomdagi o'rni qarindoshlar. Men bu hadisni Imom Ibn Hajar Asqalani naql qilgan hadis. Dinda islohot berish ulamolarning vazifasi. Endi bu ulamolar dinda islohot berish uchun chuqum Allohni tushunish kerak. Islomning asosiy nishon maqsadlarini tushunish kerak. Islom dinini nihoyatda cho'nqur, nihoyatda atrofli tushunish kerak. Qur'on hadisni nihoyatda atrofli va cho'nqur tushunish kerak. Musulmonlarning ehtiyojini, musulmonlarning ahvolini, iqtisodiy, siyosiy ahvolini cho'nqur tushunish kerak. Shuning uchun ulamolarimiz mana mushundaq vazifalarni o'z ustiga olganlikdan bularning roli va bularning o'rni nihoyat xatarli. Yana bir vaqalikni tilga ilib o'tkim kelyapti qarindoshlar. Bu vaqalikdimi islom ulamolarining o'rnining va vazifasining nihoyat xatarli ekanligini bilib olaymiz. O'z vaqtida islomning dastlabki davrida Sulaymon Abdul Malik deydigan bir xalifa o'tgan. Islom xalifalik davrida mushunda bir xalifa o'tgan. Endi bu Sulaymon Abdul Malik yashagan davrda islom dini eng gullanayotgan davr. Shu mush davrlarda bizning diyorlarimizga islomning nuri tunji bo'lib yo'rg'an davramdi. Mush vaqtda Sulaymon kasal bo'lib qoldi. Ya'ni bu xalifa kasal bo'lib qoldi. Kasal bo'lgandan keyin o'zining eng yaqin maslahatchisi bo'lgan Raja ibn Hayawiya degan zotni chaqirtib keldi. Endi bu Raja ibn Hayawiya degan kim u? Bu tabiinlarning ichidagi eng katta taqvo, eng katta olim kishi. Ham shu vaqtning o'zida shu xalifaga vazirmi bo'lgan. Mush olimni chaqirtib, "Ey olim, men maslahat bergin. Men o'lim oldida turibdiman. Men vasiyat qilin, men tavsiya qilin. Mendan keyin mush musulmonlarningki xalifalik vazifasini kim o'tsa bo'ladi" degandan keyin bu Raja ibn Hayawiya degan tabiin nim degan qarindoshlar? Ey mu'minlarning amiri, sen Allohdan qo'rqin. Sen Allohning dargohiga ketib borsan, sen Allohning oldida mushu o'zingning zamonisidan keyin va sen o'lgandan keyingi zamonlardan, ya'ni mush huquqdan chuqum hisob berasan. Sen shuning uchun seni o'rningga kimni tiklaydiganlik to'g'risida sen chuqum Allohdan qo'rqishing kerak. Sening mush huquqingdan, mushu xalifaligingdan, mushu o'rningdan Alloh chuqum hisob oladi. Sen Allohdan qo'rq degandan keyin bu Sulaymon degan xalifa nim degan. Unda bo'lsa, mendan keyin kim xalifa bo'lsa eng yaxshi bo'ladi degandan keyin bu Raja ibn Hayawiy degan tabiin, bu olim sendan keyin Umar ibn Abdul Aziz bo'lsa bo'ladi degan. Degandan keyin bu Umar ibn Abdul Aziz bo'lsa mening dadam, ya'ni Abdul Malik ibn Marwan. Abdul Malik ibn Marwan degan shu xalifa Sulaymonning dadasi, ya'ni mening dadam taxt varisini bekitib bo'lgan bo'lsa, ya'ni dadamdan keyin mening bo'ldiganligimni, mendan keyin boshqalarning bo'ldiganligini bekitib bo'lgan bo'lsa, bunda qilsam inqilob chiqmamdi degandan keyin inqilob chiqmasligi uchun oldi bilan Umar ibn Abdul Aziz'ni qilib, keyindan boshqa taxt varislarni tizg'in. Mushunda qilsam inqilobni chiqmaydi, ham Allohning oldida javobgarlikning oson to'xtaydi deb mana bu maslahatni ko'rsatgan. Shuning bilan Sulaymon Raja ibn Hayawiya degan olimdan qog'oz qalam keltirishni talab qilib, qog'oz qalam keltirgandan keyin o'zining vasiyatnomasini yozgan. Vasiyatnomasida Umar ibn Abdul Aziz o'zi o'lgandan keyin xalif bo'lganligi vasiyat qilingan. Andikin shu davlatdagi amaldor mansabdorlarni chaqirib, taxt vasini chaqirib, men o'zimning vasiyatnomasini mushu varaq bitdim. Men o'lib ketgandan keyin mushuningda banasiga hammanglar amal qilinglar deb buyruq qilgan.
Endi Xalifa Sulaymon o'lib ketgandan keyin bu olim bu xalifaning inkini tongmay turib bu sahifani ko'tarib chiqib butun amaldorlarni yig'ib men hozir sahifadagi vasiyatnomani o'qiyman siz buning itoat qilamsizlar degan keyin itoat qilamiz degan qarshi chiqqan odamdan qandoq qilamiz qarshi chiqqan odamdan kallasini uzishga qo'shilamizlar degan keyin qo'shilamiz degandan keyin sahifani ochib bu vasiyatnomani o'qigan endi bu Raja ibn Hayaviy degan olim shunda deydi bu Sulaymon Abdulmalik o'lgandan keyin men ayollarning yig'isini bisiq turib mushu davlatdagi akobirlarni masjidga yig'ib sizlar mushu Sulaymonning vasiyatnomasiga guvochi bo'lganlar edinglar endi men mush vasiyatnomada nim borlig'ini o'qiyman deb shuning sahifani chiqarib o'qib Umar ibn Abdul Azizninki xalifa bo'lganligini e'lon qilgan. Endi bu Umar ibn Abdul Aziz xalifa bo'lgan 2,5 yil jarayonida musulmonlar zakat berdigan kambag'al topamagan qarindoshlar. Endi Umar ibn Abdul Aziz davr surgan 2,5 yil jarayonida islom tarixida bir islohot xarakterlik, tarix o'zgarish xarakterlik mushunda ishlar bo'lib ketgan. Ajoyib kullangan. Hatto musulmon dunyosida 4 xalifaning qatoridan o'rin olib 5-xalifa degan ulug' nom shon sharafga erishgan. Endi mushuning hammasi nadin kelgan desa, musha Raja ibn Hayaviy degan olim sababli kelgan qarindoshlar. Demak, mana bu haqiqiy dunyoni oxirat uchun sotgan, oxiratni dunyo uchun sotgan emas, dinini dunyo uchun sotmagan. Mana mushundoq haqiqiy olimlarimiz sababli islom dunyosida tarixiy ahamiyatga ega mushundoq ishlar dunyoga kelgan. Biz buningdan nima tushuna olamiz qarindoshlar? Haqiqiy diniy olimning islom dunyosidagi o'rni va musulmonlarga nisbatan ajoyib muhim ekanligini ko'rib olamiz. Endi men bu islom ulamolarining islom o'rni va bularningki rolining xatarli ekanligini bayon qilgan voqealikni so'zlasam, biz islomiy kitoblarni o'qisak noyatijiq. Mencha bu sirdak bir aqlli yoshlar uchun yetarli. Bularning roli noyati cho'ng. Chunki bular orqali biz dinni tushunamiz. Bular orqali haqni biz tunaymiz. Shuning uchun bularning roli noyati cho'ng. Xo'sh. Endi biz bu olimlarning rolining noyati cho'ng ekanligini bilgan ekanmiz. Endi biz tutuq bu olimlar ikki tur bo'ldi. Ya oxirat olimlari bo'ldi, ya dunyo olimlari bo'ldi. Oxirat olimlari bo'lsa, oxirati uchun dunyoni sotqanlar. Ammo dunyo paras olimlar bo'lsa, dunyo uchun oxiratni sotqanlar. Endi bizning nishonimiz mushu oxirat uchun yashaydigan haqiqiy olimlarning tunib chiqish va shundaqla saxtbaz olimlarning tunib chiqish. Endi unda bo'lsa, men tövanda bu haqiqiy olimlarning sifati qanday bo'ladi, bular qanday ishlarni qiladi, buni so'zlayman. Oxirsida dunyo paras olimlarningki qanday bo'ladi, bularning sifati qanday bo'ladi, buni so'zlayman. Men darsimning beshida dedim qarindoshlar, mush haqiqiy bir olim bo'lish uchun nati cho'nqur bir diniy bilim bo'lish kerak dedik. Hamda albatta bu diniy bilim bo'lish bilan birga, endi bu diniy bilimni cho'qim bir e'tirof qilingan olimlardan, taqvo olimlardan o'rgangan bo'lish kerak. O'z kitob o'qib, material ko'rib, anda-munda u yerdan o'qib olgan gaplar bilan olim bo'lolmaydi. Bularni diniy ma'lumotli kishilar desak bo'ladi. Ya'ni diniy ma'lumotga ega kishilar desak bo'ladi. Ammo haqiqiy diniy olim bo'lsa, to'g'ri metod bilan, to'g'ri usul bilan, sistemli diniy ta'lim tarbiya olgan, katta olimlarning qo'li orqali diniy ta'lim tarbiya olgan va shu olimlar tarafidan diniy ta'lim tarbiya elib berishga, insonlarni da'vat qilishga ijozat berilgan kishilar bo'lish kerak. Men so'zga diqqat qilaylik qarindoshlar. Maliki mazhabining peshvosi bo'lgan Imom Anas ibn Malik radhiyallohu anhu shunday deydi: "Men Rasul akram sallallohu alayhi va sallamning yurti bo'lgan Madinatul Munawvaradagi dongliq mashhur olimlardan 70 olim sen fatvo bersang bo'ladi, sening fatvo berish salohiyating tushudu deb guvohlik bergandan keyin ondan keyin men kishilarga fatvo berishga boshladim" degan. Shuning uchun biz torlarda bo'lsin, so'rlarda bo'lsin, nurg'un odamlarning nihoyatda dog'dug'liq gaplarni qilib,
boshqalarga da'vat qilganini ko'ramiz. Hamda shu jarayonda ularda muhim yerlarda mush fatvo berish, aytiq ba'zilar to'rda bevosita fatvo berdi. Ma bevosita fatvo berish fatvochilik ichidagi eng tas vazifa. Hani bir odam savol so'rasa, bir kitoblarga murojaat qilib, olimlarga murojaat qilib, bu tafakkur qilib javob berish bir gap. Ammo ma tarafdan so'rab qo'yguncha ma tarafdan javob berish bu olimning olim qilgan ish. Lekin hozir chalmolining chalisining chalis qilyotdi. Bu bir xatarlik qarindoshlar. Shuning uchun biz musulmonlar bir odamdan fatvo so'rasak, oldi bilan hay qarindishim, sizning mush fatvo berishga olimlardan ijozat bormi deb so'rash biz uchun farz qarindoshlar. Chunki bizning olimlarga itoat qilishimiz vojib. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karim nima dedi? Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Sizlar olimlardan bilmasanglar so'ranglar deb buyruq qildi. Ya'ni bilmaganni olimdan so'rash biz uchun vojib. Endi olim bizga bir narsani deb bersa shuni itoat qilish vojib. Alloh taolo Qur'oni Karimda nima dedi? Ati'ulloha va ati'ur rasul va ulil amri minkum. Alloh itoat qilinglar, Allohning rasuliga itoat qilinglar va shundaqla sizlarning ichinglardagi qulda huquq va amal bor odamlarga itoat qilinglar dedi. Sizlarning ichingizdan bo'lgan bular kimlar desa, birinchi bo'lib o'limalar qarindoshlar. Ikkinchi bo'lib haqiqiy musulmonlarning boshliqlari. Alloh subhanahu va taolo o'limalardan savol so'rashni bilmasak, o'limalarga itoat qilishni vojib qilgan ekan, biz shu o'zimiz itoat qilish vojib bo'lgan olimning haqiqiy olimmi, olim emasmi, buni bilish haqqimiz bor va buni bilishga tirishish bizning majburiyatimiz. Unda bo'lgan ekan, biz har qanday bir olimdan savol so'ragan ekanmiz, qarindishim sizning mush fatvo berishingizga bir shar'iy olim, bir diniy olimdan yo bir diniy maktabdan, diniy muassasadan bir ijozatingiz bormi? Siz kimlarni o'qib, sizga kim ijozat bergan deb so'ramay turib, savol so'ramayli qarindoshlar. Bu anda bunda oyatni o'qib, hadisni o'qib sizlarga fatvo berib qo'ygan odamlarningki, sizlarga bir salaydi bor yo'qligi aniq bo'lmasa, biz so'rasak gunohkor bo'lamiz. Biz og'rib qolsak, eng usti doktorni tepib davolanishni bildikanmiz yo'q. Mushundoq bizning jannat, do'zaxga aloqador ishimizni, ashundoq dadimiz bilmaydigan, onamiz bilmaydigan, kimligi aniq bo'lmagan mush tor orqali mavhum dunyoda so'rab dinimizni mush kishilardan o'rgansak, biz bir haqiqiy samimiy musulmonman. Bir samimiy musulmon, sen qachon tor orqali davolanib baqding kasaldan? Bir radioda so'zlab qo'ysam-u, chal doktor deb ishonmaymiz biz. Ay doktorni qishig berib, voy ma yanjadi hekkim, professorninki numarini olib ko'rinma deb, bir qo'y oldiga 8 qo'y numaralarga 100 qo'y numar olib, voy bizga shu mutaxassis shu professor doktorlar ko'rib qo'ysuldi keslimni deb mushunda qilmiz yo'q. Bizning do'zax yo jannatga olib boradigan bu dinimizni o'qimaydigan, dadisi aniq emas, onasi aniq emas, nada o'qiganlik aniq emas, o'zi o'qigan ilmga amal qilamdi, qilmamdi aniq emas. Odamlardan dinni so'rab, oshilardan javob olib yashasak, biz haqiqiy samimiy musulmonlar qarindoshlarim. Uchun aqllisi so'rasangiz so'rang, lekin oldi bilan hay qarindishim, sen haqiqiy Allohdan qo'rqsang, sana mushu haqda javob berish ijozatnomasi berilgan mutanglar qarindoshlar. Chunki bir eshakni davolaydigan doktorga ijozatnoma ketadi. Islom dinida Allohning kalomini, Rasulullohning yo'lida mangdigan bir odamning ijozatnomasi bo'lmasa, bundaq sharafli ishqa hamma odamning quvog'isi keladi. Shuning uchun bu din o'g'irlari, ilm qaroqchilari olimlarning to'nini kiyib, bilmay bu sapga kirib oladi. Biz bularga aldanmasligimiz kerak qarindoshlar. Demak, bu shariat bilimlarida cho'nqur bo'lganda anandan ummatga xizmat qila oladi. Masalan, shu tarixshunos o'limalarimiz shunda deydi, Alloh subhanahu va taolo mush islom ummatiga 4 olimni ne'mat qilib bergan deydi. Shu 4 olimning ichida masalan Imom Shafiy rahmatullohi alayh zamonida mush hadis ilmida ajoyib kuch chiqargan odam. Mush hadis ilmini bilib, mushu hadis ilmi orqali islom qonunshunosligini to'g'ri bir yo'nalishga qaytargan odam. Hamda bu olimlarimiz Imom Shafiy orqali islom qonunshunosligi haqiqiy bir to'g'ri yo'nalish qarab mangan. Ya'ni islom qonunshunosligi Qur'on hadisni asos qilib turib bir
mangdigan bir yo'lnishni mash imom Shofiy tiklab bergan deydi. Endi mush Ahmad ibn Hanbal degan bir zot islom dunyosida mash islomning bid'at bilan orlishib ketib, dinnimi bid'atnimi orlig'il bo'lmaydigan bir xatarlik bosqichda o'zini ash o'ylab ketishiga qaramay, o'zining ash qamchilarning zarbasiga qaramay, ey imom Ahmadning dumbisiga qamchi urib ash dumbisini etib qarindoshlar. Hatto sunaklar ko'rinib qolgan. Mush darajada nima uchun bid'atga qarshi turgan? O'z zamonida mush bid'at ajoyib o'jagan bir zaman bo'lib, mush bid'at qarshi turish yo'lida hatto jinini bergan. Shuning uchun ulamolar deydi, mush imom Ahmad Hanbal mush sunnat bilan bid'atni orishda Alloh alohida islom ummatiga ne'mat qilgan olim deydi. Hamda Yahya ibn Mu'in deydigan ham bir olimimiz bor. Bu Yahya ibn Mu'in mundaqcha aytganda imom Ahmad Hanbalning savog'idishi balki shogird. Hamda mushu kishiningki kuch chiqarish bilan rost hadis bilan yolg'on hadisni ayirish fan dunyoga kelgan. Hamda biz arabchada payg'ambar islom ma'nida deb yozib qo'ysa hadis olmaydi bu. Bu islom dinida mushu hadisning rost yolg'onni araydigan mukammal bir fan bor qarindoshlar. Shuning uchun mush fan dunyoga kelgandan keyin hech kim Rasulullohga yolg'onni tuhmat qilmagan. Mush fan orqali rost yolg'on hadis Rasululloh degan demaganni ayirib chiqadigan bir fan dunyoga kelgan. Bu kim bilan bo'lgan desa, Yahya ibn Mu'in degan olim bilan bo'lgan. Yana 4-olim bo'lsa, bi Ubayd deb bir olim o'tgan. Bu olim mush hadisdagi va hadisshunoslik ilmidagi noit murakkab o'talg'u kasbiy bilimlarni insonlarga yo'rtib bergan. Mush olim sababli kishilar hadisni to'g'ri tushunish, hadislarni bilish, hadislarning cho'nqur mazmunlarini egallashga qodir bo'la olgan. Mush olim bo'lmagan bo'lsa, insonlar mush hadisda nurg'un xatolashgan bo'ladi deb, mana bu tarixshunos olimimiz mush 4 olim sababli Alloh subhanahu va taolo islom ummatiga ajoyib marhamat qilgan deydi. Endi demak, bu nima demakchi degan chog'da, mana mushunda har bir diniy olimda bo'lish tegishli sifat birisi mush shar'iy bilimda cho'nqur bilim olgan bo'lish kerak. Ikkinchisi bir diniy olimda bo'lgan ikkinchi sifat bo'lsa, bu olim mush o'zi yashayotgan davrdagi reallikni, dunyoni cho'nqur tushunish kerak. Endi bu diniy olim degan bunday bir kishilarga hayzning, mirosning, namozni qanday o'qiydi, zakotni qanday beradi deb o'tganlarningki, burun qatlarningki tarixini so'zlab, qissasini so'zlab, ozdol ta'sirli gaplarni deb kishilarni yig'iltib, kuldirib, bu olimning vazifasi emas. To'g'ri, bu mo qilish tegishli ish. Bu olimning birdan bir vazifasi emas. Oxirat olimning birdan bir vazifasi bo'lsa, dunyoning siyosiy, iqtisodiy ahvolini, ijtimoiy ahvolini, musulmonlarning kuchi nada, musulmonlarning ojizligi nada, musulmonlarningki hozir duch kelgan xatarlik masalalar qaysi, buningdan qutulish konkret yo'llari qaysi, mushlarni tafsiliy bilish kerak. Va bu vaqtdagi Allohning hukmini insonlarga deb berish kerak. Va insonlar duch kelayotgan mush dunyodagi yangi ishlarni o'z vaqtida darhol bilib, islomning bu vaqtdagi hukmini va musulmonlarning bu vaqalikka, bu hodislarga qandoq pozitsiyada bo'lishni insonlarga bayon qilib berish kerak. Va shundaqla ular nadiki musulmonlarga yaqindan aloqasi bo'lmagan, qism bo'lgan, qimiz bo'lmaydigan gaplarni qilib o'ltirmay, musulmonlarning erkinligi, ijtimoiy adolat, barobarlik, musulmonlardan siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy zulmni qanday yo'q qilish, bunday muhim masalalar haqida so'zlaydigan va mushlarni tushunadigan, mushlarni biladigan, mushu haqdagi musulmonlarda, mushu sohada musulmonlarni yetaklaydigan bilimga, ong'a, saviyaga va tushunchaga ega bo'lish kerak. Biz kimning og'zidan haqdinni anglay olamiz qarindoshlar? Haqdin kimning qishida bor? Haqdin Alloh yo'lida hech qanday bir odamning malomat qilishidan qo'rqmaydigan. Mana bu odamlar haqni so'zlaydi. Siz uning hisobini, u boshliqning hisobini, bu siyosatning hisobini qilib o'ltirgan olim hargiz haqni deyolmaydi. Nurg'un olimlarimiz tarixda mushu muhim paytlarda haqni so'zlashdan o'zini chetga tortibdi. Bizning holimiz mushkina qoldi. Va ularning holi bu dunyoda ham nachar bo'ldi. Oxirat bo'lgan nima bo'ladi? Buni Alloh o'zi biladi. Hamda haqni so'zlash uchun haqning nima ekanligi,
siyosiy haqning nima ekanligi, insoniy kishilik huquqining nima ekanligi, iqtisodiy haqning nima ekanligi, mushuni hammani bilmay turib, haqni degilolmaydi qarindoshlar. Men bu haqda sizlarga bir voqelikni so'zlab beray. Mush islom tarixida Ayyubillar davlati, Ayyubiyin davlati, ya'ni Ayyubchilar davlati deydigan bir davlat bo'lgan. Endi bu vaqtida bir akuka ikki odam, birisi mush Shamni, birisi Misrni so'ragan. Ya'ni birisi Shamga sulton bo'lgan, birisi Misrga sulton bo'lgan. Birisining ismi Salih Ismoil, yana birisining ismi Salih Najmuddin. Bu ikkisi akuka. Endi shu akukning o'ttirsida siyosiy ixtilof chiqib, bu ixtilofda Shamning podshosi Ismoil shu vaqtida kofirlardan yordam talab qilgan. Kofirlardan yordam talab qilib, mosh o'ziningki inisi Najmuddin Ayyubni yo'qotmoqchi bo'lganda, endi bu kofirlar bilan siyosiy ittifoq tuzab, mush kofirlarga bir musulmonlarning bir noyisini berib atgan va ularga islom musulmonlarning qal'alarini bergan va shu dushmanlarning musulmonlarning shahri xotirjam kirib, qo'ryol yaroq setib, ochliq setib, mosh musulmonlar dunyosida xotirjam yashashga ruxsat bergan. Endi bu Shamda yashagan 95%, balki 99% olimlar shu vaqtida o'zining jinidan qo'rqib, o'zininki rizqidan qo'rqib, o'zining mansibidan qo'rqib og'zini itib jim turgan. Lekin shu vaqtida Aziz ibn Abdusalom, ya'ni ulamolarning peshvosi, ulamolarning sultoni, ulamolarning qatisi deb shon sharafga erishgan Aziz ibn Abdusalom degan olim mana bu masalaga qarshi chiqqan. Musulmonlarga mush islom dushmanlariga qurol setishni, ochliq setishni harom deb fatvo berib, musulmonlar bu podshoning bu siyosatining xato ekanligini musulmonlarga bayon qilib bergan. Shuning bilan Sultan Ismoil bu olimni turmuga solib, keyin Sham sharifdan palavatgan. Palavatgandan keyin bu Aziz ibn Abdusalom Misrga borgan. Misrga berib, Misrda da'vat qilib, mush Misrda harakat qo'zg'ab, islom tarixidagi Aynu Jalut jangi degan jangda qo'mondon bo'lib, islom tarixida o'zgarish xarakterlik urushni keltirib chiqargan. Bu urushda musulmonlar g'alaba qilib, islomning tarixida o'zgarish xarakterlik bir siyosiy o'zgarish bo'lgan qarindoshlar. Islom tarixini o'qisanglar, Aynu Jalut urushi deb qo'ydi. Bu islom urushidagi, islom jangidagi, islomning haq yo'ldagi bo'lgan janglarning barmoq bilan sanilgan musulmonlar g'alaba qilgan janglardan biri. Aziz ibn Abdusalom Sham sharifda haqni bayon qilishdan o'zini ep qochmadi. Va shundaqla Misrga beribmi, palanib beribmi, turmudan chiqib beribmi, haqni bayon qilishdan o'zini ep qochmadi. Shundoq qilib Ayni Jalut urushida islom dunyosida islom tarixini o'zgartdi qarindoshlar. Mana buningdan siz islomiy diniy olimning rolini tushungansizlar deyman qarindoshlar. Siz mush Ayni Jalut urushini, mush Aziddin Abdusalomningki tarixini o'qiydigan bo'lsanglar, bu haqiqiy diniy olimning, Allohdan qo'rqadigan, oxirat uchun yashaydigan diniy olimning bu islomdagi o'rni va musulmonlar dunyosidagi rolining muhimligini tushunsizlar. Mana bu olimda bo'lish tegishli ikkinchi sifat. Rolining muhimligini tushunsizlar. Mana bu olimda bo'lish tegishli ikkinchi sifat. Rolining muhimligini tushunsizlar. Mana bu olimda bo'lish tegishli ikkinchi sifat. Rolining muhimligini tushunsizlar. Mana bu olim